Mirzobod tumanini xitoyliklarga sotib yubordi degan ijtimoiy tarmoqlarda mish-mishlar tarqalyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zi xitoyliklardan qo'rqish kerakmi? Endi bu to'g'risida hozir Instagram, YouTube portlayapti oxirgi 2 kunda. Hamma joyda bir xil gap. Xitoyliklar sotib oldi, endi nima bo'ladi? Bizni biznesmenlar sinib ketadi va hokazo. Nima yoqadi o'zi? Bizga nima yoqadi? Ruslar kirib kelsa, ularni biz bosqinchi desak, inglizlar kirib kelmoqchi bo'lsa, LGBT desak, xitoyliklar kirib kelmoqchi bo'lsa, ularni biz bizni bosib oladi, agressiya qiladi desak. Biz bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Yopiq mamlakat hech qachon rivojlanmaydi. 2016-yilgacha nima bo'ldi bizda? Yopiq mamlakat bo'ldik. Investitsiya deyarli kirmadi. Mana e'tibor bering, 2016-yildan keyingi o'sha ochiqlik siyosatidan keyin qancha investitsiya kirib keldi. Biz xitoyliklardan hech qachon qo'rqishimiz kerak emas. Biz nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda kadrlarni malakasini oshirish, xitoylik o'sha texnologlar, xitoylik o'sha ishlab chiqaruvchilarni texnologiyasini o'rganib, ulardan o'rgangan narsamizni o'zimiz ishlab chiqarishga joriy qilishimiz kerak va raqobatga tayyor bo'lishimiz kerak. Dod-duoy solgan bilan masala hal bo'lmaydi, to'g'ri tushunaylik. Xitoyni o'zi qanday rivojlandi? Tarixni ko'ringlar. Xitoy o'zi qanday rivojlandi? O'sha 1991-yilda Xitoy O'zbekistondan qashshoq mamlakat bo'lgan. Ularga Amerika juda katta miqdorda pul kiritadi, juda katta milliardlab dollar pul kiritadi. Ular nima qiladi? Ular investitsiyani kiritishga yo'l ochib beradi, qulay sharoit yaratadi, korrupsiyani nolga yaqinlashtiradi va hozir ko'rib turibmiz, Amerika bilan raqobatlashadigan iqtisodga aylandi. Nimaning orqasida? Albatta, ular o'sha jalb qilingan investitsiyadan tushib kelgan pulni hammasini ilm-fanni rivojlantirishga, kadrlarni o'qitishga sarfladi. Bizda hozir bitta yo'limiz o'zimizda milliyligimizni saqlab qolgan holda aqlli bolalarni, kuchli bolalar tarbiyalashimiz kerak. Yopiq davlat hech qachon rivojlana olmaydi. U Xitoy bo'lsin, u Amerika bo'lsin, bizga investitsiya kirityaptimi? Biz foydalanaylik. Mana birgina Yangiyerda o'zida qanaqa zavodlar qurilyapti. 5000 ga yaqin ish o'rni yaratiladi deyapti. Davlat ham ahmoq emas. Barcha kiritilayotgan investitsiyalarda alohida shartlar qo'yilgan. O'zbekistonlik fuqarolarni ishga olish sharti yoki soliq imtiyozlari berilgan bo'lsa, qanaqa bizga kerakli bo'lgan mahsulot ishlab chiqariladi. Hammasi ko'rsatilgan. Hukumat ahmoq emas. Bir narsani to'g'ri tushuninglar. Hech qachon O'zbekistonning yerlarini chet el fuqarolariga sotib yuborilmaydi. Bu qonunchilikda yo'q. Qonunchilikda konkret yozib qo'yilgan. Ular faqat o'sha yer maydonlarini ma'lum bir vaqtga ijaraga olishi mumkin. Ertaga bu korxonalar, bu zavodlar bizga qoladi. Biz dod-voy solgandan ko'ra o'sha zavodlarni borib o'rganaylik. Qanaqa quryapti ular? Qanaqa texnologiya ishlatyapti?